Hammaga assalomu alaykum mening qadrli 9 ta obunachilarim va noinsof odamlar. Bugun stream bo'lmaydi chunki kanalimni yopyapman men. Kanal yopiladi, stream bo'lmaydi vaqtida. 125 ta odam ko'ryapti. Har bittasi podpiska bosganda ham 125 ta bo'lardi hozir. Reytingimiz ko'tarilardi, prosmotrlar yig'ilardi. O'zing botsan-ku, prosmotrlaring yo'q-ku desalaringiz bo'ladi, chunki sizlar podpiska bosmaysizlar. Sizlar tushuninglar, qachon sizlar podpiska bosasizlar, meni reytingim ko'tarilib, ko'proq odam ko'radi. Sizlar bosmayapsizlar. Hozir meni 9 ta obunachi, stream qilish qiyin. Programmasini yuklash kerak, registratsiya qilish kerak. Nima uchun podpiska bosmayapsizlar-da? Ko'ryapsizlar, nimaga bosmaysizlar? 9 ta insofli odam bosgan, 9 ta. Rahmat o'shalarga. Bor bo'lsin, jonlari sog' bo'lsin o'shalarga. Stream bo'lmaydi. Men tushunmayapsizlar. Shuncha streamlar qilyapman. Shuncha konkurslar qilmoqchiman, sizlar barbod qilmoqchisizlar hozir. Meni ham tushuninglar, 9 ta obunachi-da hozir. Men Instagram kerak emas, meni Instagramda tiqilib yotibdi obunachilarim. Yo, sizlar bosinglar xatyabi, YouTube'dan ko'taraylik, reytingda qiyin emas, shu. 9 tasiga rahmat o'shalarga. Bugun stream bo'lmaydi, vaqti kanal yopiladi. Hech kim podpiska bosmayapti, kanal yopiladi. Uyalik qo'raman FIFAni. Sizlar obuna bo'lmayapsizlar-da hozir. Olmaganlar 3000 ta bo'lib ketdi. Nimaga bosmayapsizlar-da hozir? Nimaga? Shuni kommentariyada yozinglar. Videolaring yoqmayapti deb kommentariyada yozinglar. Men yopaman akkauntni. Sizlarni qiynash ilojim yo'q. Yoqyapti desalaringiz yangisini chiqaraman. O'sha omonxonlarga o'xshab bitta videoni 8-10 kunlab yoki 1 oylab kuttirayman. Ko'ryapsizlar, bir kunda chiqaryapman. Kerak bo'lsa 1 soatda ham chiqaryapman. Shu bitta podpiska bilan like nima kerak? Qachon podpiska bosinglar. Kanal yopiladi bo'lmasa. Shuncha streamlarni ko'ryapsizlar, mana mazza ko'ryapsizlar. Shuncha narsa bor. Pulli emas-ku, tekin. Shuni ko'rayotgan paytda, shuni pastida podpiska degan qizil tugmacha bor. O'sha shunday bossalaringiz bo'ladi o'zi. Rahmat o'sha 9 ta odamga. Jonlaringiz sog' bo'lsin.